Assalamu alaykum, muhtaram ko'rurman do'stlar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining tor televiziyasi. Navbatda haftalik muhim xabarlar sahifamiz bo'yicha o'tgan bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan Uyg'urlarga doir bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Lager tutqunlarining majburiy emgak silinishiga oid isbotlarning ko'plab ma'lum bo'lishiga ergishib, G'arb dunyosida bu masalaga qarata kuchli inkas paydo bo'ldi. Amerika Davlat Majlisida 17 oktyabr mush tem bo'yicha maxsus guvohlik berish yig'ini ochildi. Amerika palata a'zolaridan Marco Rubio, Christopher Smith, McCarran qatorliq 10 necha kishi lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning majburiy emgak silinishi haqidagi guvohlik bayonlarini angladi hamda ko'plagan savollarni so'radi. Andrew Zans, Nuri Turkel, Michael Posner qatorliq tanilgan mutaxassis va olimlar lagerlardagi tutqunlarning majburiy emgakning mahsuli bo'lgan yenik sanoat mahsulotlari hamda ularning G'arb dunyosiga eksport qilinishi qatorliq ahvollar to'g'riliq ma'lumotlar berdi. Shuningdek, Amerika hukumatiga bu haqdagi bir qator taklif tavsiyalarni sundi. Yaqında Kucha nayesi Ucha bozorlik saqchixona boshlig'i Emit Qarining tutqun qilinganligi haqida uchur ma'lum bo'lgan edi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida buning rost ekanligi dalillandi. Uchurlarda aytilishicha, Emit Qari bir qitimliq so'rinda lager qurilgandan buyon ko'plagan kishining o'lib ketganligini aytgan. Aradan uzun o'tmay u davlatning maxfiyatligini oshkorlash va jinoyatchilarga hissdoshlik qilish bilan ayblanib qamoqxonaga elib ketilgan. Navbatda Uyg'urlar diyorining har qaysi joylaridagi qonun o'rinlarida ishlayotgan Uyg'ur amaldorlar bir-birlab tutqun qilinayotgan bo'lib, bir qism analizchilar bu Xitoy hukumatining tarixdan buyon qo'llanib kelgan usullarining biri deyishmoqda. Chex Cumhuriyatining poytaxti Praga shahrida ochilgan 23-navbatlik Munbar 2000 xalqaro yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas qatorliq bir qism Uyg'ur vakillari qatnashdi. Yig'inda Uyg'ur vakillar Xitoy hukumatining Uyg'urlar diyoridagi raqamlashgan kontrollik sistemasi va yig'ilish lagerlarining eng yaqinqi ahvoli haqida tafsili ma'lumotlar berdi. Bu qitimqi Munbar 2000 yig'iniga Yevropa siyosiy sohasidagi ko'plagan shaxslar hamda adabiyot san'at sohasidagi danglik kishilar to'plangan bo'lib, lagerlar masalasini Yevropadagi har qaysi sohaga anglitishda ijobiy rol o'yindi deb qaralmoqda ekan. Lager shahidlaridan Zumrat Davud orqadan lagerlardagi vahshiyliklar haqida guvohlik bergandan keyin Xitoy hukumati yaqinda uning aksi orqali uning og'zini yumishga urindi. Uning aksi Abduxelil Davud bu haqdagi videolik bayonotida singlisining aytganlarini butunlay yolg'on deyish bilan birga Amerika hukumatini qattiq aybladi. Zumrat Davudning dadasi shuningdan bir kun ilgari vafot bo'lgan bo'lib, u mazkur filmning majburlash va maxsus tayyorlik asosida ishlanganligini, buningda ko'plagan yolg'onchilikning chenib qolganligini bildirdi. Zumrat Davud bu haqda fikr bayon qilib, Xitoyning bu xildagi o'ch elish usulining burundanla davom qilib kelayotganligini, ammo lagerlardagi ovozini chiqara olmay azoblanayotgan millionlagan Uyg'urlar uchun o'zining haqiqatni so'zlashdan qaytmaydiganligini bildirdi. Turkiyadagi eng chong nashriyatlardan biri bo'lgan Aqchaq nashriyati nashr qilgan Turk dunyosi turkologlari nomli qomusga 15 Uyg'ur turkolog kirgizildi. 2 tomlik mazkur qomusga Ibrohim Muti, Emin Tursun, Xo'jaahmad Sadvaqasov, Mirsulton Osmanov, Arslan Abdulla qatorliq 15 nafar Uyg'ur turkologning hayoti va ilmiy emgaklari berilgan bo'lib, Uyg'ur olimlarining ilmiy sohadagi emgaklari yana bir qitim muayyanlashtirilgan. Uyg'urlar diyorida Uyg'ur tili ma'ni qilingan, Uyg'ur jamiyati madaniyat qirg'inchiligining nishoni bo'layotgan mushundaq bir vaziyatda Uyg'ur turkologlarining bu qomusdan o'rin elishi zo'r ijobiy ahamiyatga ega deb qaralmoqda ekan. Qozog'istonlik Uyg'ur boks mayri Ezim Izbaqi Rossiya va Qozog'istondagi musobaqalarda qo'lga keltirgan dastlabki utuqlardan keyin Amerikaga kelib, boks musobaqalariga tayyorlik qilish uchun jiddiy mashq qilmoqda. U yaqinqi bir necha oy ichida Oklahoma,
Michigan qatarlıq shtatlarda ağır dərəcəliklər bo'yicha boks musobaqalarına qatnashib, Amerikalik rəqiblərini arqama-arqadan yendi. Ma'lum bo'lishicha, Azim Izbaqi 1994-yili Olmut viloyatining Chelak yezisida tug'ilgan ekan. U hozir hech qanday iqtisodiy yordam manbasi bo'lmagan ahvolda o'z xarajati bilan mashq qilayotgan bo'lib, uning bundan keyingi musobaqalarda texmi zo'r utuqlarni qo'lga keltirishi umid qilinmoqda ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosining to'r televiziyasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.